Hammaga assalomu alaykum. Bugungi lessonimiz an artikli. An birlikdagi noaniq artikl. Birlikdagi noaniq artikl hisoblanadi. Asosan an ni birlikdagi otlar oldidan ishlatamiz. Ishlatilish farqlari bor. Shularni hozir yozib chiqamiz. Ko'rib olamiz. Ni biz birlikdagi undosh tovush bilan boshlanadigan so'z oldidan ishlatamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Bunga misol keltiramiz. A book, a bag. Ketaveradi mana. Rasm ochmoqdaman. Shu kompyuterda yozish qiyin bo'lyapti-da. A bag, a cat deyishimiz mumkin. Mana, buni qarasak, bitta B birlikdagi, mana book birlikdagi undosh tovush bilan boshlanadigan so'z. So'z emas, bitta ot deylik. Ot, ya'ni noun. Ot oldidan ishlatamiz. Book beti ot, ya'ni birlikda kelyapti. Hech qanaqa es qo'shimchasini olmayapti, oddiygina birlikdagi ot. Endi B tovushimiz undosh bo'lgani uchun biz n olyapmiz mana. Bularda ham xuddi shunaqa. Bag, cat ketaveradi. Endi n. Endi biz qachon ishlatamiz? Bu ham birlikdagi. Endi bu unli tovush. Unli tovush bilan boshlanadigan ot oldidan. Qisqartirib qo'ydim. Ishlatamizda yozib olaverasizlar, daftar qilib. Bunga misol keltiramiz. An apple. Ko'ramiz. Bitta unlida bo'lgani uchun biz n artiklini olyapmiz. Sizlarga unlilarda yozib qo'ymayapman, yozib beraman. Kichkina ketaversin. Katta bo'lyapti. Bo'ladi. Mana. Qaraymiz, ingliz tilida 5 ta unli bor. Ya'ni biz o'zimiz sof ona tilimizda 6 ta. Bularda o bo'lmagan uchun, shuning uchun 5 ta hisoblanadi. Buni yerni olib qo'yamiz. Buni yozib olinglar. Hamma bilish mumkin, ba'zilar bilmasligi mumkin. Shuning uchun yozib qo'ydim buni. Yana misol keltiramiz. Bu qanaqalik katta mavzu emas. Haligi ko'p soatlar o'tadigan, shuning uchun tez o'tib ketadigan kichkina, ya'ni grammatikani boshida o'tiladigan mavzuchalar hisoblanadi. Sizlarga yozaman, o'shani o'zlaring topinglar. Mana. Bu otni oldidan n ishlatamizmi? Yoki qaysi artikl qo'yiladi bu yerda?
ko'pchilik bu yerda e artiklini oladi. Bu albatta xato hisoblanadi. Sababi bor bu yerda. Bitta deyishim qaranglar. Bu yerda ana hour o'qiladi. Bu so'zimiz hour emas. Hani o'chirib tashlab hour. Endi bu yerga bu yerga endi qo'yamiz. An hour. Sababi o-u-r yozilyapti-ku mana. Hour. Talaffuzimizda mana tovush chiqyapti-ku hour. A bo'lib chiqayotgani uchun bu yerda n artikli. Shu sababli mana unli bo'lgani uchun n artiklini qo'yapmiz. Final. This is my final. Endi yana bitta so'z beraman. Buni ham topishlaring kerak bo'ladi. Jiyanlarim shu qilmayaptimikin? Shu videoni yozishga nimcha tega o'tirishmayapti. Mana bunga topinglar. N mi yoki e artiklini qo'yamizmi? Bu so'zimiz tarjimasi universitet degani. Buni hamma bilsa kerak. To'g'ri, batga ham ko'pchilik, bu yerga ham ko'pchilik. Bo'ldi, bu yerga n qo'yiladi sababi university bo'lyapti-ku deb n artiklini oladi. Bu xato. Sababi university o'qilmaydi. Ingliz tilida bu university o'qiladi. University. Bunaqa university yozilmaydi, lekin university yoziladi. Lekin university o'qilgani sababli bu yerga e artiklini qo'yapmiz. Mana. U o'qilyapti. Ye nimaga? Ba'zida sizlarga aytib o'tmoqman. Sorry guys. Ye harfimiz qani? Ye bitta istisno deydi-ku. Istisno. Ya'ni onda sonda ye harfi unliga kiradi. Mana xuddi shunaqa. University. Xuddi shunaqa. Nimaga sizlarga buni aytmadim? Sorry guys, bu qanaqadir katta muammo deb o'ylamadim, lekin haqiqatda bu ye ham unlikka kirib qolar ekan. Ye tovushi harfi ham. Mana guys, xuddi shunaqa qilib sizlarga homework beraman. Bularni bajaring deb sizlarni majburlamayman. Sababi hamma o'zi uchun o'rganadi ingliz tilini yoki boshqa tillarni ham. Shuning uchun xohish bu. It's up to you deydi-yu. Katta. 10 ta unli 10 ta undosh bilan keladigan so'z yozib oldiga article qo'yish. U qanaqa bo'ladi? Shu oni nuqtachasini o'chirib tashlashsa bo'lmasmikin? Shuni yozganim bilan qiynalaman. Mana. Endi tepaga bo'lardi, pastga bo'libdi. Sorry. Qaranglar. Qanaqa so'z bo'ladi? A car. Ketaveradi. Yana nima bersa bo'ladi bu yerga? A lamp. Yoki an onion. An onion. Mana shunaqa. Ajratib qo'ysam ajramayapti. Xuddi shunaqa so'zlarni yozib
daftarga yozasizmi yoki telefonda Notes degan приложение ilova bor. O'sha ilovadan bemalol typing qilib ketgani o'tkazib olsalaring yoki Telegramda save message degan qandaydir o'zini naqasi bor. O'shani yozib ketsalaring ham bo'ladi. Mana bugungi darsimiz. Bularni qoidalarini sariq qilib qo'yib tushunarliroq bo'ladi sizlarga. Bu qanaqadir katta mavzu emas. Voy, bo'lmayapti. Mana bu so'zlar, bu misollari. Video unchalik ko'pga bormadi shekilli. Bo'laveradi. Muhimi sizlar tushunasalaring bo'ldi. Mabodo tushunmasalaring kommentariyasiga o'sha joyni yozsalaring tushuntirib beraman. Thank you for your attention, my dear. Bye.